Assalomu alaykum aziz hamkasblar. Futbol bo'yicha mamlakat Super Ligasi 23-turdan bo'lgan Navbahor hamda Qizilqum jamoalari o'rtasidagi bahsdan keyingi matbuot anjumanining birinchi qismini boshlaymiz. Unda mehmon jamoa Qizilqum bosh murabbiyi Akmal Anvarovich Rustamov ishtirok etmoqdalar. Avvalo Akmal aka, bugungi o'yin haqida qilmoqchi bo'lamiz. Hammaga assalomu alaykum. O'yin juda momentlarga boy bo'ldi. Qaysi bu o'yinga yaxshi tayyorgarlik olib borgandik. Nasaf bilan o'yindan keyin bugungi o'yinda qaysi jamoa gol uradigan bo'lsa, shu jamoa yutishga u aniqroq edi. Birinchi bo'limda ikkita uchta vaziyat golga tortadigan moment qildik. Oxirgi zarbani berishda ozgina oqsayapmiz. Juda qiziq o'yin bo'ldi deb o'ylayman. Taqdir shunaqa ekan. Namanganda omad bugun kulib boqdi. Namangan bitta gol urib g'alabani qo'liga olib ketdi. Savollar bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Namanganga xush kelibsiz. Rahmat. Mana oxirgi o'yinlarni kuzatganmiz. Judayam chiroyli o'yin ko'rsatayotganda bugun Namanganda mag'lub bo'ldinglar. Bu balki charchoq alomatimiki yoki boshqa bir psixologik faktori bormi? Birinchi taymda Qizilqum ustunlik qildi. Ikkinchi taymda boshqacha Qizilqumni ko'rdik. Sabablari nimadan bilasiz? To'g'risida bir fikringizni bildirsangiz rahmat. Men qo'shilmagan bo'lardim siz aytgan gapingizga. Psixologически jamoam normal holatda. Mana bu o'yindan keyin o'yindan o'yinga oraliq kam. Shu uchun bu yerda Navoiydan kelganimizcha bu yerda yo'l ham bor. Yo'l ham o'zini ta'sirini barib bermay qolmaydi. Yana o'sha aytgan gapimga qaytaman. Jamoamga bugun shunday bo'lishi mumkindi, biza 1-0 yutishimiz mumkindi. Birinchi bo'limdagi vaziyatlarni agar golga aylantiradigan bo'lsak, bizlar g'alaba qozonishimiz mumkindi. Omad Namanganga bugun kulib boqdi. O'zgarishlar qanchalik o'zini oqladi deb o'ylaysiz? O'zgarishlar hozir aytadigan bo'lsam, Kumburovich, Nikola jarohat olgan, Ilhom Vahobov jarohatda, ikkita uchta futbolchimiz jarohatda. Ular tiklangunga qadar yoshlarni o'zimizda Navoiylik yoshlarimiz ham bor. U21 jamoasida o'ynashadi. Ularga qo'rqmasdan shans beramiz. Mana shunaqa o'yinlarda agar o'zlarini ko'rsatishsa, dальнейшем asosiy tarkibga o'ynab ketishlariga men ishonaman. Bugungi o'yinda legionerlardan qanchalik siz qoniqdingiz? Baribir legionerda mahalliy o'yinchilar qaraganda baribir malakasi, tajribasi bor. Ulardan qoniqdingizmi ularning o'yini? Bugun 3 ta legionerimiz polida edi. Roman Papariga, Jambuli Jigauri и Dushin Miyich edi. Men ikkinchi bo'limda ularni ozgina bunaqa narsa oldin kuzatilmaganda ozgina charchoq alomatlarini ko'rdim. В общем oladigan bo'lsak, ularning o'yinidan qoniqdim. Men не только вот 3 ta legionerda hamma bolalarga rahmat aytmoqchiman. Omad kelmadi. Omad bo'lganda bugun 1-0 ga biz yutib ketgan bo'lardik. Omad bugun Namangan Navbahorga kulib boqdi. Navbahordagi murabbiy almashinuvi rejalaringizga qanchalik ta'sir qildi? Bu tabiiy holat. Futbolda aytishadi-ku, bitta futbolda emas, birinchi trener ketadigan bo'lsa, o'rniga ikkinchi trener keladi. U bizning planimizda yo'q edi. Bizning planimizda bo'lgan taqdirda ham biz o'zimizni o'yinimizni o'ynashimiz kerak edi. O'zimizni momentlarni golga aylantirishga murabbiyning bu yerda aloqasi bor, yo'q deb o'ylamayman. Navbahor omad bo'ldi, Navbahor 1-0 yutdi. Sifatida fikringizni bildirsangiz, bu yilgi chempionlik to'g'risida fikringiz. Kim chempion bo'lishi mumkin?
Hozir bu narsani aytish ozgina qiyinroq, chunki oldinda 8 ta tur bor. 8 ta tur bor. Qaysi jamoa men o'ylayman, Nasaf ikkita frontda jang olib boryapti. Ularga qiyinroq bo'ladi. Chunki ichki chempionat, Liga chempionatida o'ynayapti. Neftchi ekanini solishtiradigan bo'lsak, Neftchidan unaqa загруженность yo'q. O'sha uchun 8 ta tur bor, oldindan hech narsa deb aytib bo'lmaydi. Rahmat jamoangizga keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Rahmat sizlarga. Savollagan bo'lsa, bu savolda birinchi qismni yakunlaymiz. Salomat. Rahmat.